Selamlar Minecraft'ta. Bugünkü videolarımızda sizler bilen men Minecraft'tagi eng qiyin topshiriqlarni bajarishim kerak bo'ladi. Bularning eng qiyini esa zombi shifokori. Men birinchi qishloqni zombiga aylantirib, keyin esa uni davolashim kerak bo'ladi. Videom yoqsa videomga bir dona like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Biz videomizni boshladik. Hop, videoda ham boshlab oldik. Hop, onasini ham maytda g'or bor ekan katta. Daraxt chopib olamiz, keyin videoga yoqamiz. Ortiqcha yetsa kerak deb o'ylayman. Xo'sh, ularni nima qilib o'yda qo'yam bor ekan. Xo'sh, biz o'zimizga yetarli toshlar olib chiqishimiz kerak hamda keyin videoda yoqamiz. Mana 9 ta yetib qolsa kerak deb o'ylayman. Faqat instrumentlarga xolos. Boshqa pechka yasagani bo'lsa boshqa o'zim olaman, boshqa joydan. Bu maytda lava bor ekan. Zo'r. Birinchi navbatdagi kelinglar, o'zimizga topor yasab olamiz. Ulardan jonini ortmasdan sekingina o'ldirib qo'yaveramiz. Sizlar bo'lsa videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Sababi biz 1050 ta obunachiga erishishimiz kerak. Video chiqyapti turganligining sababi men ham maktabda o'quvchiman. O'zimga yarasha ishlarim bor. Ko'mirlarni olib chiqish kerak, keyin videoda yoqaman. Hozir mana 6 tagina ko'mir ekan, uncha ko'p emas ekan. Baylarda вообще ko'p g'orlar bor ekan. Shu g'orlarga ham kirib chiqib narsalar olib chiqamizmi deyman. Ko'p masalalar bordi-chi. Sizlarga yana bir bor yangilik. Men mana shu o'ynab turgan Minecraft'imni, Shaderly Minecraft'ni o'zimning Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. O'ta bemalol Telegram kanalimga obuna bo'lib, mana shu Minecraft yuklab olsanglar bo'ladi. Ko'p yoqda ham bor ekan. Voy, bu kichkina koncha ekan. Mayli, necha tushganga yarasha tosh olib chiqib ketamiz. Ana obunachilarga bitta tosh ham oldik. Tepaga qarab olg'a. Vallahi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Videomiz yoqmasa videomizga bir like bosib, kanalga obuna bo'lishni